Assalomu alaykum O'zbekiston. Mujiki yaxshimisizlar? Mana akam chempion bo'lib keldilar. Akamni boylarini ko'rib, Hayp Liga kontrakt jo'natibdi. 30-liga bir kun. Men Hayp Ligani bilasizlar? Men urush qilgan liga, Kulachkaga, 5 peschatka urush qilayotgan liga bo'ladi. 30-dekabrga musobaqa bo'ladi Armaniyaga. Menga ham jang taklif qildi. Men bora olmayman, chunki men hozir O'zbekistonga bo'lib turishimga birinchi niyatda ham O'zbekistonga jang ko'rsataman. Akam boradilar 30-dekabr kuni Hayp Ligaga jang o'tkazadi, jangni qiladilar inshaalloh. Unga Hayp Ligaga boshqaruvchi keladi, u Makgregor. Hamma biladi, butun dunyo biladi Makgregorni. Makgregorni yoniga O'zbekistonning kuchini ko'rsatib qo'yadilar inshaalloh. Sizlar gilamngizni paddishga bo'lib tursanglar bo'ldi. Mana kontrakt jo'natgan Hayp Liga. Kontraktga qo'l qo'ysaysiz, endi esingidan chiqib butun dunyoga o'zimizni, O'zbekistonimizni ko'rsatamiz, xudo xolasa. Har doim mujiklar paddika qiladi, gap yo'q aka. Inshaalloh bizning orqamizga O'zbekiston turibdi, prezidentimiz turibdi. Biza yoshlar yoramiz. Inshaalloh 30-dekabrga chiroyli boy qilib, dastoyini boy qilib, O'zbekistonimizni, vatanimiz bayrog'ini Armeniyaga ko'taramiz. Mujiklar bo'lsanglar. Akam, ana shu inson bizning orqamizga tursin prezidentimiz. Lubo joyga yorib boramiz inshaalloh. Alloh bizni duoga bo'linglar mujiki. Gap yo'q.